Sen beni qo'rqitmoqchi bo'lyapsanmi? Liftdan keta qoladi. Alo. Opa, bizga ikkita g'alati odam hujum qildi. Nima, menga telefon qilyapsan? Ichki ishlarga telefon qil. Akam bilan mushtlashib qolib ketdi. Ular oddiy odamga ushlamaydi, juda zo'r odamlar. Bizga chorniy maga xalaqit beryapti. Ishni tezlashtirmasak bo'lmaydi. Men yo'lga chiqdim. Obbim vaqt o'tkazadigan xonaga mana bor. Telegramda lokatsiya tashlab qo'yganman. Tezroq keling. Farzona. Ahvollaring joyidami? Sizga hech narsa qilmadimi? Hey, anu barzangilardan zo'rg'a qutuldim. Seni yuzingga nima qildi? Mana barzangilar menga ham tashlab, tashladi. To'xta Farzon. Farzona. Qattiq ketyapsan. Qattiq shoshilsa. Farzona, to'xta. Sanmiding? Yuring, biz sizni kutyapmiz. Qo'rqitib yubording. Hammasiga men aybdorman. Men kechikdim. Meni ko'zimga уже har xil narsalar ko'rinishni boshlayapti. U bizga xalaqit bermoqchi. Menga ham kecha sevgan qizingiz hujum qildi. Sevgan qizim? Opam, shu xonada